Bid'atlar e'tiqodiy masalalarda ham bid'atlar paydo bo'lgan, amaliy ishlarda ham, ibodatlarda yoki o'sha ibodatlarning ba'zi qismlarida ham bid'atlar paydo bo'lgan. Demak, e'tiqodiy bid'atlarda Alloh taoloning zoti, sifati bilan tanishga bo'lgan ba'zi birga ilmlar, o'rganishlar natijasidagi fikrlarni e'tiqodiy bid'atlar deyish mumkin bo'ladi. Ba'zi amallarga doir bo'lgan, masalan, namozga yoki o'sha namozdan keyingi amallarga yoki umuman inson hayotida sodir bo'ladigan amallardagi ba'zi qo'shimcha, ya'ni Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida, undan keyin sahobalar davrlarida bo'lmagan, lekin undan keyin ulamolar tomonidan yoki o'sha tajriba qilgan ulug' ustozlar tomonidan, tajriba qilib natija ko'rgan ulug' ustozlar tomonidan qo'shilgan qo'shimcha bir zikr tasbihlar bo'ladimi, boshqa nimalar bo'ladimi? Mana shunday amaliy bid'atlar ham hozirgi kungacha ham bor va bularni hammasi ham biz o'ylaganda, yuqorida aytib o'tganimizdek, bir eshitganimizda hushyor torttiradigan yoki qoralangan bid'atlarga qo'shilib ketmaydi.